Assalomu alaykum Saud Campus oilasi a'zolari. Sizlarni bugungi shov-shuvli premyerada ko'rib turganimizdan behad mamnunmiz. Bugungi sonimizda sizlar bilan Qatar mamlakatida joylashgan Hamad bin Khalifa universiteti haqidagi aniq ma'lumotlar va raqamli hamda qiziqarli faktlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, boshladik. Hamad bin Khalifa universiteti to'g'risidagi eng so'nggi ma'lumotlarni berishdan avval uning tarixiga ozgina nazar solsak. Dastlab 1989-yilda Etisalat muhandislik kolleji ECE sifatida tashkil etilgan maktabning asosiy kampusi Sharja shahrida qurilgan va Amirlik telekommunikatsiya korporatsiyasini Etisalat texnologik jihatdan o'qitilgan ishchilar bilan ta'minlashni maqsad qilishgan. 2007-yilga kelib esa BAA Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Sheyx Xalifa bin Zayd Al Nahyan tomonidan chiqarilgan farmon bilan tashkil etilgan Xalifa universiteti davlatning neftdan keyingi kelajagiga hissa qo'shadigan bilimga asoslangan iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. 2017-yilga kelib u Neft instituti va Mastar fan va texnologiya instituti bilan birlashtirildi, ya'ni kengaytirildi. Shuningdek, 2019-yilda u Amirliklar yadroviy energiya korporatsiyasi va yadroviy tartibga solish bo'yicha federal organ bilan hamkorlikda Amirliklar yadro texnologiyalari markazini ishga tushirishdi. O'sha yili Xalifa universiteti talabalari Birlashgan Arab Amirliklarida 2019-yilgi Global Hybrid Electric Challenge musobaqasida Elektr Grand Prix'da birinchi o'rinni, Hybrid Electric nominatsiyasida ikkinchi o'rinni egallashdi. Eng yaxshi mahorat, eng yaxshi texnik hisobot, eng yaxshi taqdimot, eng yaxshi texnik innovatsiya va 3D bosib chiqarishdan eng yaxshi foydalanish nominatsiyalarida ham g'olib deb topilishdi. 2020-yilda u sun'iy intellektda iste'dod va inson kapitalini shakllantirish bo'yicha tashabbuslarni ham boshlashdi. Sun'iy intellekt va aqlli tizimlar instituti, sun'iy intellekt instituti, sun'iy intellekt bo'yicha dasturlar instituti va 2020-yil fevral oyida bo'lib o'tgan Mohammed bin Zayd International Robotics Challenge'da ham ishtirok etishdi. Xalifa universitetining amaldagi prezidenti Sir Johnson O'Reilly 2022-yil iyun oyida tayinlangan hisoblanadi. 2023-yil holatiga ko'ra esa universitet professor, o'qituvchilari va xodimlari 50 dan ortiq mamlakatlardan kelgan va uning talabalar jamoasi xalqaro miqyosda xilma-xil va qo'shma ta'limga ega hisoblanadi. Hozirgi kunda esa universitet 5000 talabani bir vaqtning o'zida qabul qila oladi va o'qishni yakunlashlarida ko'maklasha oladi. Universitet to'g'risidagi tarixiy ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Ana endi universitet haqidagi eng so'nggi yangiliklar va ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Bo'lmasa, davom etamiz. Undan avval esa sizdan bitta like, bitta kommentariya va Saud Campus kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Zotan eng manfaatli premyeralar avval bizda, keyin boshqalarda. Endi esa eng so'nggi yangiliklar hamda so'nggi yillardagi Hamad bin Khalifa universitetidagi ko'plab o'zgarishlar va diqqatga sazovor ko'plab qiziqarli faktlarni ko'rib chiqamiz. Xalifa universiteti Sun'iy intellekt instituti keyinchalik Robototexnika va aqlli tizimlar instituti nomi bilan o'zgartirildi va bu loyiha doirasidagi ko'plab proyektlar uchun 5 yil davomida 160 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratildi. 2022-yil Times Higher Education Asia University Rankings reytingida Xalifa universiteti Osiyodagi eng yaxshi 37-o'rinni egalladi. 2018-yil sentyabr oyida Xalifa universiteti Times Higher Education The World Rankings University 2019 tomonidan BAAda birinchi o'rinni va arab mintaqalarida ikkinchi o'rindagi universitet nomi bilan ataldi. 2023-yil mart oyida Xalifa universitetining neft muhandisligi bo'limi 2022-yil Quacquarelli Simons QS tomonidan fan muhandislik va texnologiya bo'yicha jahon universitetlari reytingida 8-o'rinni egalladi.
2023-yilda Birlashgan Arab Amirliklarida aviatsiya ta'limi va tegishli tadqiqotlarni rivojlantirish bo'yicha akademik hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida imzolangan o'zaro anglashuv memorandumi doirasida Fransiyaning Xalifa Fan va texnologiya universiteti va Dassault Aviation tadqiqot loyihasi ustida hamkorlik qilishlarini e'lon qildi. Patentlash va tijoratlashtirish potensialiga ega bo'lgan aerokosmik ilovalar uchun ikkita yangi material texnologiyasini ishlab chiqishga e'tibor qaratildi. Dengizchilar guruhi va Xalifa universiteti Birlashgan Arab Amirliklarida dengiz va dengizda qo'llanilishi uchun innovatsion tadqiqot sohalarida ham hamkorlik qilishda o'zaro anglashuv memorandumini imzoladilar. Va albatta 2023-yilda Times Higher Education World University Rankings 2023 loyihasida ushbu reyting bo'yicha dunyodagi 169-eng yaxshi universitet nomi bilan belgilandi. Hamad bin Xalifa universitetida hozirgi kunda chet ellik talabalarni qabul qilish uchun qabul jarayonida umumiy ravishda 6 ta fakultet mavjud bo'lib, ularning ichida 17 ta bakalavr uchun yo'nalish, 25 ta magistratura uchun yo'nalish hamda PhD bosqichi yoxud doktorlik uchun 10 ta bosqichlar va yo'nalishlar mavjud. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarni tabriklaymiz. Hozir sizlar bilan eng qaynoq onlar, imtiyozlar bilan tanishamiz. Qatar mamlakatida joylashgan Hamad bin Xalifa universitetining imtiyozlari quyidagicha. Oylik stipendiya $1370 dan tashkil etiladi. Bepul turar joy bilan ta'minlanadi. Oilali talabalar uchun oilaga mo'ljallangan alohida turar joylar beriladi. Ikki taraflama bepul yillik aviachiptalar ham mavjud. To'liq qoplanuvchi bepul ta'lim kafolatlanadi. Hech qanday pullar talab qilinmaydi. Sizdan faqatgina o'qish, ilm olish va bilimga chanqoqlik so'raladi xolos. Ushbu imtiyozlarga ega bo'lish uchun esa sizlar uchun eng to'g'ri tanlov bu Saud Campus agentligidir. Mehnatimizni qadrlab, videoga like bosishni, kommentariy yozishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan Saud Campus jamoasi bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.